25 yaşımgacha hayotning barliq sinoqlardan o'tib bo'ldim deb o'ylab kelman. Shunchalik ishlar bo'ldiki, hayot bek qiziqarliq. Sen xohlagan narsangdan boshqa hamma narsaga erishsin. Eng oddiysi hayot mana shundoq davom etadi ekan. Kim bilan davom etadi, qandoq davom etadi, bunisi noma'lum. Turmush hech kimga oson emas. Buni men, siz, u biladi, ammo turmush bilmaydi. To'g'ri. Hayot mushundoq bo'lgan sari yashashga bo'lgan irodamiz kuchayib, ko'z yoshlarimizni surtib, har narsaning qadr qimmatini his qildik-miz. Ba'zida o'zimga qandoq yashashim kerak, qandoq qilsam to'g'ri bo'lgan yo'limni topa olayman degim keladi va o'ksib yig'lig'im keladi. Menga mansub bo'lgan baxtning qo'limdan ketganiga o'zim sababchiman. Konti açtımı? Ya? Oca tonlap gittim. Anne degin anne mükemmel yaptı. Hey, sen xotununu qaça ajrısa? Ben bu saklap turayım sizlarni. Qara canım. Şirketin işlerini özün bilse azroq ish qildi. Shuni qilsam-la ikkimizning shal bo'ldi. Şirketden işi deb bulam. Şirket mühimmi, men mühimmi? Albatta şirket mühim, sen mühim. Uni o'zing bilsa, uning ustiga men yolg'iz shirkatga ketish bo'lmadim. Shuni azroq saqlab tursang, bizning ishimiz hal bo'lganda biz bu yurtni tashlab yiroqroq ketamiz va baxtli turmushimizni boshlaymiz. Qanday? Vaqtimda uzoq saqlab ketmay, ya? Ma'qul. Emsi mangdoq? Kuduz, nimanda qilsa? Ne çıktım ki oğlumga azap edin. Hatta men yo'q vaqtda sirtqi qizlar bilan ko'rishib yurding. Hey. Sen zaten nim demakchi, gaping bo'lsa, uchuq qil. Bundaq qilsang bo'lamki? Hech olmagan men 3 yil xizmatlarni qildim. Mening yuzimni qilsang, oshpalning yuzini qilgin. Qanday qilsa? Adaş yaxshi qanday ahvol yaxshi turibsa? Mashhur ko'ta. O'tiradiz. Nim bo'ldi? Chiroyliroq nimani sulg'ilishib ketdi? Yo'q, hech yo'q-ku. Undoq emas-ku adash. Hay, yen ayolingizdan ko'ngli Ozarbayga o'xshamamsiz. Bu mol dunyolarınızı bir işlep ketdingizmi ya? Hey, nima gap qilmasam so'zlashaversa? Ikkingning bag'o meni boshquradigan salohiyating yo'q. Tushunishdingmi? Kuduz, undoq demang do'stimdan ko'ngli keldi. Habam buni qattiq kayfiyat yashamasdan Hech qisi yo'q. Bunda odamlar cho'qira cho'qim jasini yeydi. Sen ko'ngling yerim qilmadi, ha? Adash unda dema, u hech olmaganda o'g'limning dadasi. Bir kun emas, bir kun yaxshi bo'lib qoladi. Ha, abak yaxshi bo'lib qolar. Sen qo'zat doim shunday yumshoq ko'ngil qilib, ziyon tortib yursan-ku, o'zing bir yaxshi o'ylashib boqchiman. Mening savrim to'shdi. Nima dedi? Savrim to'shdi. Mening mucho alla burun to'shqan. Sen odam emaskansan. Ular ichimni siqmay, zerikkan bo'lsang yo'qla. Isiz sanqıga aqidam. Sinandek erkek manglanadi. Yey! Xohlasam xotin qilib, xohlasam o'ynayman. O'g'il bol degan-ku, uyga kirsa birning, sirtqa chiqsa mingning, angladingmi? Hayotda oyma. Voy.
bal degan. Uyga kirsa birni sirtma chesib qolaman. Dada! Kızım! Boy, nima oldu kızım? Kızım bundan ki? Ha? Nima oldu? Ha? Biraz diş bağışmakla. Oğlum! Usulumni yaxshi ko'rganmisizlar, men cho'qim ko'nroq qilinglarchimi? Bu daqiqaning juborini teximcharoq usulan. Xo'sh. Nima ish qilyapsiz? Nima ish qilatdim? Uyg'un uyingiz zerikib, o'tdadim shundaq. Nima ish qilyapsiz siz? Nima ish qilayotganimni men depadim bu. Yan turmazmi yo'latsiz shundaymi? Yo'lsam nima bo'pti? Boshqalarni yo'llaydi ekan-ku. Sizmi yo'llaysiz-ku? Men yo'lasam shirkatning mahsulotini tanishtiryapman, shirkatning e'lonini qilyapman. Siz-chi? Men nima ish qilibdim-a? Kiyimni ta'tir kiyib chiqibmanmi yoki do'ppongiz jizabdimanmi? Jig'azvani bir aytganman beka. Qarang xotin. Sizga bir ayol kishi, siz bir ana bo'lgan odam. Tor aktivlik mazmun taqatmamsiz. Tor degan cho'nglar bo'ldi, kichiklar bo'ladi. Shtaqsiz bo'lamda? Nima yo'llabdim-a? Hammamiz qilyotdiku, hammamiz yo'llayotdiku. Siz shular o'xshamsiz. Siz bag'a mening ayolim. Aktivlik mazmun taqatdim, men sizni qo'llayman. Sizning ayolingiz? Yigim banasini yeramayman. Kiyim banasini kiyolmayman. Qarab yiqlar o'shan gulning irg'a, qarab yiqlar sizga. Uni olsiz nimatingiz? Beramadim shundaqmi? Sizdek erim bo'lgandan qarang, bo'lmag'in yaxshi. Bo'ldi bas. Voy adash yaxshimi? Voy adash kaqamsizlar-ku. Ah, yaxshimi? Adash. Adash o'ltirib turaman, tikki choy damlab chiqaychimi? Adash ayşe. Aday sen joy qiyaq eramlaqinaroq. Yaxshi. Bir gap batdi qaradash. Teradash. Cho'qim sir saqlajimi? Ma'am ishonmamsa, Bir tovchopim batdi degina. Kes bir so'rim batdi berib kelamdoq. qandoq bo'lar? Isam yaxshi, ma'am yaxshi adash. Tutirish men kiyimimni almashtirib chiqayjimi? To'xta. Adaş bayam İran diyen bir nima salam o'qimay ketib bordi-ku. Adash, xopimara ko'nglim uzamay olma. Mağamda qas o'ynab kelamiz.
Bo'ldi, adaş, men qaytib qolay, bolam cho'nglarni yeydi. Voyay. Adaş ağaç o'tira? Canım bu dostunuz yaxshi kutamadikmi qanda? Ya unda emas-ku. Taz ichilanmaganda qildi u. Ay yo'q, unda emas, yaxshi bo'pti. Dildar. Nimani ko'nglingiz tasa davrangiz-mi? Siz uchun qulam ko'ksimda. Rahmat, bek yaxshi bo'pti endi. Tursunja akam bag'u. Pullan ba, puldan boshqa hech narsa yo'q ha? Ha shu adaş, tushuncha akamda-chu qara, ni qizlar bor degina. Ko'z tashliqqa bek tasjimi, o'zing bilamdi. Shunami aka? Osmondek oynimiz bepralayjimi adaş? Turistida kayfiyatimiz uchun bir nechtamdir. Ala adaş, ala. Ala aka. Xo'sha do'stimiz uchun hamsa. Dilnar uchun. Ala adaş. Ala aka. Adaş, men toziqqa chiqib kiray ya. Ha, ma'qul. Amma kasofat ko'zim yana yeydigan. Lekin sen tez to'xtab qolarmiki? Nima deysan? Yirban. Agar uning eri bo'lib, eriga sodiq bo'lgan bo'lsa, oilasi xotirjam bo'lgan bo'lsa, sana egishib mendan so'rovga kelishmas o'g'aydi. Lekin bag'o qara, men sana desam, bu jahonda pul bilan hal qilib bo'lmaydigan ish yo'qmi? Pul degan jinni mufsilga soladi. Tita. Uy, bu nima? Tapanaqdan. Uy, men qilmaydigan ish yo'q bilsan-ku. Unda o'sma ish sana qaldiymi? Ma'qul. Menga topshiray. Tez suratda. Ma'qul. Tursunja akamizni razi qilsaqchu, bunda sovg'atlarni oldingda. Xotirjam bo'linglar. Ha? O'ltirsang-ku, ajananta yo'qab ketdi. Uy, voy to'xta hozir. Otur adaş. Otur. Mami kelme, hazırla kelme. İyi mana. Otur aka. Ha, amsa. Alamdık. Bu xushal vaqtlar hamisha bek tez o'tib ketar ekan ha. Uyim kelibdi, men uyga kirib ketaveraymi? Beka shop ketdi. Nima qildiraysiz? Hech bo'lmasa menga aloqa qilishadigan biror narsani qoldirib qo'yasiz. Unda o'zimay kirib ketay ya. Uy kirib meni yuvib uni. Ma'qul. Şoför, haydi.
Mana desem bir qılıq dəmildimci bu. Adilada, alsam Kuduz ve Roşengül aile gitipti ha. Kuduz ne tişilarak içip şurdu deydi. Bundaq gaplarni nereden tapdınız? O ya da bilsizgu hem adamı ağız düşürdü aş gaplar. Onun hikayenin Kuduz'un işkita aşnası bakiye takıran. Oldu. Adilada hemimiz tepşirdik ya o gapni. Adilada, ben Kuduz'u pek mas kelime. Şuna bir oğuş. Hada qaram. Kuduz'uncu, aşnasının birisine pek pulu var deydi. Yeni birisine addi bir kız deydi o qaram. Onda adamlar qarğanda ne gerek mas kelerme? Siz mi bir ayol kishi? Bilishimcha, siz to'y qilgan-ku deyman. Oy hada, men bu babla ajrashib ketdim. Kuduzga o'xshashlar. Ama sizmi qiz bo'lib olgandan keyin qalbingizni tushunasiz bu. Men shu o'zimninki sabiy, chiroyli, shu o'mak kelinimni yaxshi ko'raman. Men uni azaldan qizim qatorida ko'rib kelgan. Sizlar bir o'qdan baxtlik aybni mushtaq vayron qilmoqchiman. Bu yerda biz vayron qilmasakmi, Kuduz o'zi ajrashib ketibdi, yana o'zi yuribdi ko'chama-ko'cha. Sizmi bir qiz bola? Mening sizga boshqa gapim yo'q. Qattiq gap qilsam ko'taramaysiz. Eng yaxshisi bu edim shoqola. Bugün to'g'ri emas-ku bu. Apa sen bu yerda nima ish qilsa? Men o'zimning uyda nima ish qilaman? Voy, ha. Seni uyini kelib qapti menda. Hech qisi yo'q. Yana ishdingmi? Jiq emas, bozor qilishdim. Nega bording bu kechida? Voy, irliq shirkatning to'xtam bor, shular bilan ishkandim. Lekin to'xtam mag'lub bo'ldi. Meni oldima. Sen meni ishimni bilmaydi demsa, ayoling qani? Balang qani? Voy, u apsining uyida bir necha kun keldi. Qo'ya apa. Sen mushundaq ig'ir ichib, balangning, ayolining nerligini bilmaysan degina. Sendekmi bola bo'lamda? Esit. Seni to'qqanim. Apa, men sening o'z o'g'lingda Ro'shangulcha haqning bo'lsa va Bu gap qanday og'zingga patdi? Hayvon! Uyg'otamsiz apa? Yo'qol. Yo'qol. Ikkinchi tutib qolmayman. Yo'qol. Esit. Sendek bolamning bo'lib qolgani. Hay canım. Biz yürgülüme uzağa gitti. Çoğunlar bilen görüşüp to'yishimizni hal qilsak bo'ldi. Canım bu gaplarni kindishib uydan balduroq chiqdanishni qilaylik. Opang kelib qolsa huzulib ketma. Ben sirmigina canım opamchu bek uchiq ayol. Haras. Opamchu bek tozliqni yaxshi ko'radi. Bek pakiz ayol. Shunga qo'li chaqqan qizlar hamroq. Meni ozroq tozlitamsa. Bo'ldi canım, nereden başlayayım? Yeter koy. Ha, ben yerden bir şey ha? Ha canım, avuncu o tarafke. Ha, doğru. Man, götürelim sen ya. Ha, ala etme. Ala. Bula apam kaldı, vaktim kaldı. Ma bak kıymet resim dulu, ihtiyaç kal. Bak karamaya etmem sen. Hakiz etme.
Çık yakınmağına. Pulun kaldı. He? Etmemse qarab. Apa? Bu yak. Bu yoq alınıqdır mən sizə gepini qilgan qız dostum shu. Kızım, isminiz nima? Rushengo. Çanlachi. Ha. Bu yil o'qish bitirdi, taqa xizmat yo'q. Ko'p kunduzda bu qizni uyga boshlab kiribsa bolam. Ha. Tamoq ite. Meye tamak itemsin. Hatta hiç qisi yo'q. Xizmatchimiz bormizmi? Qizim. Ikkida choy demlab taqan. Opa. Choyga demlaysiz aqchani. Demlalaydi. Qo'li bek chaqqan. Ayol kishi ota-onasining uyidan yana bir uyga kelib barliq erkinligi, malikiligi qolib qoldi. Sen bu qizga mas'ul bo'lishing kerak. Uni malikiladek, hatto o'zining uyidagidanmi yaxshi mehr muhabbatga, o'zi ehtiyojli bo'lgan har qanday narsaga erishtirishing kerak bola. Uni o'zingning malikasi qatorida ko'ra olsang, mening boshqa fikrim yo'q. Ma'qul opa. Rahmat. Amsi men kirib chiqay. Shayton. Bo'ldi. Ma'qul. Xo'sh ketkin. Voy. Ha. Yaxshi. O'zingiz yaxshi turdingizmi? Ha. Rishangulmi yaxshi, balami yaxshi. Hamda bu ish bir shiqitim bilan bo'lmadi. Bunda sizning xabaringiz bor axchan. Meningcha bo'lganda Rishangul bir necha kun uyda tursinmiki. Bilab maqitim qattiqroq urib Hatta bir kichik balni miyaga tashlab. Ma'qul. Dada. Ha, keling qizim. Keling balam, keling. Yaxshimi, tinchlikmi? Keling, o'tiring. Ha, qizim. Mehmonga choy qo'yib oldim. Ha, choy. Dada, bu yillik sizga panqan bol shu. Qizim, siz bu balni rostlam yaxshi ko'ramsiz. Dada, adamni xizlik qilmang-a. Balam, siz nima xizmat qilsiz? Men karxanchi. Ota-onangiz-chi? Cho'nglarmi karxanchi? Ish-ovqatlar yaxshi bo'ladimi? Yaxshi. Balam, shulay deb qoldi, siz bir tamoq atgash turing. Men imam bilan sirti birdan paransilishay. Ha, bo'ldi dada. Juran balam, sirti birdan paransilish. Balam, siz qizim Rishangulni
rastıllam yaş göremsiz. Men rostli bek yaxshi ko'raman. Qara olam. Kızım Reşengül tug'ilgan kuni bizning oilada bir bayram bo'lgan. Qizimni birinchi bo'lib bag'riga bosgan men, sen emas. Birinchi bo'lib peshoniga so'ygan yana men, sen emas. Uni akiltib kuldirgan birinchi kulki ovozini anglagan odam yana men, sen emas. Kız bala tug'ilib cho'ng'og'icha pul qashlaydigan vaqtida yenimizda turdi. Hamda cho'ng bo'lib xizmatga erishib pul topadigan vaqtida sizning qashingizda bo'ldi ekan. Shuningga har qanday bir ishlar bo'lsa, nati yaxshi muzokara qilib hal qilinglar. Jidal bo'lmasin. U opsidan kichik qolgan. Men bir qo'lliq beqib cho'ng qildim. O mening yurak baram. Utunligim shuki, hargiz qo'l tekizsamam. Agar bir kunlari siz uni yaxshi ko'rmaydigan ahvol bo'lib qolsa, uni chiroyli menga qaytarib bering. Qo'l tekizsamam. Bo'ldi dada, bu jihatdan men sizga va'da beray. Uni hayotimda men bek yaxshi ko'raman. Sizga va'da beray. Siz benim iş qilyapsiz? Seni izlab kelgan, shirkdan chiqsam sen ketib bo'ldi dedi. Yaxshiraqlab ketmay qolibsan. Ha. Xotin bu kivaning nima? Nim kiyaptimi? Xotin, apam doktorxonaga yotqizib uzoq mezgil bo'lib qoldi. Men shu bugun kelishim maqsad, ishkalan tang berib, apamni tang yo'qlab keladi degan shu maqsadga kelgandim. Merdan, Adila dostuma cüzünü edip saklap turvatıdı. Bağımsam sizgim set, bağımı settu. Xotin, oğlum senin apangdı. Senin apang, mening apam, senin apangdı. Merdan, ben baramayım. Menin apam çok karan, öyde putunu sozap, yitivadı da doktorxanda emes. Nima? Siz beni uruvatamsız? Bara, ne varsan bara. Yo'qol. Bo'ldi jinim balam. Qo'ling tilib ketmasin yana. Yo'q, ana bu qo'llar siz uchun mangu xizmatda. Elimni necha vaqtda men davoldim deb nurg'un iqtisoding tugdi balam. Endi men bu yosh kirganda yana davolniman deb o'tolmay uyga chiqdayli balam, ma'qulmi? Voy, nimalar deydigansan ana? Bo'ldi, siz iqtisoddan g'am qilmag'ina, o'shdan o'zim qilib ketalayman. Mening faqat birlam orzuyim bor. Birla orzuyim, tushunammi? O'tasam, qopsam o'ylaydiganim o'zimning bir nevram bo'lsa, shu nevramni qo'limga ilib, bir bag'rim besib baqsam deyman balam. Mening apam çok karan, öyde putunu sozap, yitivadı da doktorxanda emes. Ben bağırmayım. Siz beni uruvatamsız? Aşkılar keladi ana. Aşkılarda hammalarning ma'nozimiz ham keladi. Adash Merdan, yaqindan buyon bek yo'qolib ketding. Kayfiyatingmi toza yaxshi emas. Bir ish bo'lmaganda? Undaq emas qo'dash. Sana diqqat qildim. İşlerim toza yaxshi emas. Qanday ish bo'lsa tatilmay davagin. Biz birga o'ynab cho'ng'agan. Sen meni yaxshi bilsa, men seni yaxshi bilaman. Bo'ldi, rahmat sana adash. Haras, ayoling bilan qanday qo'tatsa? Yaxshi adash. Apamızdan işlerden xabar topdim adash. Sening apang, mening apam. Yapamiz mundaq qilayli. Apamızga qaraydigan bir odam tep beray. Sen xizmatingni shu vaqt yaxshi qila olaysan emasmi? Bundaq degan rahmat adash. Menmo bilib turibman. Sen shirkatga ko'p kuch chiqargan, mening eng yaxshi yordamchim. Uning ustiga biz apamızning oldida tang o'ynab cho'ng bo'lgan. Bu
Bo'lmasa bunday qilayli. Buning ichida 100 ming koy pul bor. 70 seni men bor. Rahmat adash. Mening bor, yetadi. Adash. Sening apang, mening apam. Biz oldida cho'ng bo'lgan. Shunga bu mening mas'uliyatim. Rahmat adash. Ko'nglim tegib oldi. Buni olmasang do'stlikdan kechimiz juma. Rahmat adash. Ne chiqadi? Hey! Unda adash yaxshimi? Yaxshi tudingmi? Adash chaqirib ekansan. Uzoq oldi adash, yo'qolib ketding, shu izlagandim seni. Apamdan qattiq mijozi yo'q adash. Apamdan yenib qoldim bugun. Qanday apangning ahvoli yaxshida? Yaxshi adash. Ya adash qachongacha yurisa, Quddusning kaynida da men bilan bir tirishib bir ishlar qilib boqmamsa, uningdan cho sen nab tegmaydi sen deb qo'yay. O deganoma bo'ldi adash, lekin Quddus men ballatga ag'ina men uysizlik qilmayman adash. Buning bilan burundan tatib chapadim, alavatdan bir ko'rgan. Kallam faqat ishlamaydi ekan juma merda. Xatirjam bo'ling, molni muddatdan burun qo'lingizga yetkazib beramiz. 100% kapolatlik qilamiz. Lider men kirgandim. Mencha oldingi qitimni hamkorlashimiz shundoq o'ngishli bo'ldi deb o'ylayman azim. Shundoq. Bizni qo'llag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Molni silishdan bir kun burun men o'zim sizga xabar qaytaman. Ma'qul, bo'ldi. Ma'qul, xo'sh. Lider men bira sodimizni buzib qo'ymagandimmi? Sizni qandaq bir taraf qilsam bo'lar? Bu mening batraf qilish ham mukofotlash usulim. Bu az ko'rmaygansizlar? Yo'q, lider, yo'q. Unda xo'sa e'lon. Oldingi qitimliq hamkorligimiz ham to'xtamimiz shundoq o'ngishli bo'ldi. Qarshi tarafga shundoq rozi bo'ldi. Bu sizning ajringizga kelgan pul. Rasman lider? Albatta. E'lon. Siz chiqib ishingiz qilyapsiz bo'ldi. Ma'qul, rahmat lider. Tirishib ishlang, ha? Ma'qul. Oy! Chaqirib akab bulamaygan aziz mehmon kelib qapti-ku. Qani o'tira. Qaysi shamol uchirib kelgan do'stni? Ajab tuyuqsizlikka qapsa. Hoy, chiroying tushib ketdi-ku. Xumar, mening aziz mehmonimga bir stakan qahvadan bekir bering. Ma'quldir. Bu yoq sizlarning shirkat ishlamda? Ha, bu qizchi shunda iqtidorli yomon qiz. Nima? Ko'zing chiqib qoldimi? Yo'q, haddim emas, samat. Hay, ko'zing chiqib qolgan bo'lsa, qara, menga da'va ishinglarni aplab qo'yamdim texi. Tuyuqsiz kelib qolsa, biroq hajiting bormi? Bundoq kelibdi. Hozircha shirkat ishlari toza yaxshi emas. Shunga sendan yordam so'rab kelishim. Albatta yordam qilma, qo'limdan kelish yordam qilman-ku sana. Lekin opang bor-ku. Chaq-chaqimig'ina opam bu ishlarni bilmaydi. Uning ustiga o'zing bilsa, opam bu shirkat uchun ko'p jafo chekkan. Sen opangdan ashta qo'rqamsan? Bu qo'rqish masalasi emas. Faqat opamga bildirgim yo'q xolos. Rahmat. Rahmat. Qanchalik lozim? Hozircha 4-500 ming bo'lsa, yetti to'g'rilayman.
Siz chiqib ishingizni qilavering, Xumar. Yetamda. Uyatmish Shanba xo'jini. Qara degan gap. Opangizning ahvoli faqat yaxshi emas. Opangizni yaxshiroq boqib oling. Ozroq umid yo'qmi, doktor? Ana. O'g'lingmi ana? Da chiroyli qilib ketding ana. Rahmat bolam. Doktorlar ko'rishdim. Sen bir qancha kun ichida bolnisadan chiqish bo'ldi deydi. Men oldim bo'ldi bolam. O'zimning ahvoli o'zimga ayon. Elim meni boqaman deb bir yilning yog'i xizmatga bormidi, jinim bolam. Agar onam xotirjam bo'lsin deydigan ishing bo'lsa, sen eng yaxshi berib xizmatini qil. Bekasini shirkatdan haydayotmishsan bolam. Ana nimalarni deb yuradigansan? Men seni bu yerga tashlab qo'y, men qanday xizmatim yaxshi ishlaydim. Sen men dunyoda bir onamsan. Bo'lsa o'shni g'am qilmag'ina, xizmatim boshqa o'ylashtirib qo'ydim. Ashla shuni yaxshi qilib ketalaydim. Sana turmush lazım balam. Sen kunda mening yenim kelib tursan, Dildar qanday qildi balam. Bo'ldiqlar apa. Qo'shqon ochqandi. Tura. Opamga aytdimiz. Jinim ana. Ana unda qo'sim o'zim bilib tamoq qilib kerak ya sana. Ma'qul ana. Ma'qul xo'sha? Ma'qul. Oğlum, əmniyyətdə mən həmmini bilməm. Gerçi sən bildirməzlikə tırışsanmı? Gözlərin həmmini aşkarlab qoydu. Mən senin apan, beni aldayalısan o yürkümünü aldayamayız balam. Bilməm. Vaxtım az qaldı. Ayalın biləm o münasibətdən yaxşı emas balam. Canım balam. Gayretlik bol. Qarab etmə Ruşengel'nin eyla. Qarab etmə bizga. Bunu nimetimiz. Apamızın ahvalı fakat yaxşısınız. Apamızı yaxşıroq boqing. Meni atam çok qara. Öyle tutsa yutib doktorxonada emas. Men bağlanmayman. Senga bir erkek Мәңгі қадың егілмісін. Ders çıktı. Ay bir yeriymiş kulatsız başka kör kaskan aklıma. Şu maşını saklap bulamadım emesi bu. Maşını çıkıp paran şeyli. Qudam, kelishdiki sababim Ro'shangul qizimni olib ketish. O'g'lim haqiqatda aqlsizlik qilibdi. Bulardan men xabarsiz ekanman. Sizning oldingizga noma'qul bo'g'li keldim. Bo'lsa balla uyini tutib qolsin. Bo'ldi Qudam, bu gapni deyishmayli. Kızım Ruşengul balını götürüp yığılap öyle qaytıp gelgenden keyin sizler bilen kudubacılığımda üzgen. Vallahi kichik.
Bizning yoshligimiz bo'lgan. Turmuşda ondaq-mundaq işlarning bo'lib qilishi, damalliqqa ko'nglimizlik bo'lmasimi, balalarning aqlsizlik qilib qo'yishini cho'nglar to'liqlab ketsak deb o'ylab kelgan edim. Sizning kayfiyatlarini tushunaman. Uning ustiga bir chiroyli navrimiz bor. Bilaman, bala otaning yurki deydi-ki. Haqiqatanmi ochiqlarni keltirib qo'ydik. Buningdan keyin qizimga yaxshi muomala qilib, o'rnini to'liqlasam deyman. Uning ustiga qizimni ozoda, baxtli, xushal o'ssin deb uyini ayirib qo'yibdi-man. Shunga bu ishlardan xabarim yo'q-ku Xudo. Men sizdan kechirim so'rayman. Bala birinchi qitim men bilan kurashgani kelganda biz ikkimiz shunday yaxshi paransilishdik. Shu vaqtida balam agarda bir kunlarda qizimdan zerikkan bo'lsangiz, uni yaxshi ko'rmaydigan ahvolga tushib qolgan bo'lsangiz, chiroylicha menga qaytarib bering. Hergiz qo'l tekkizibsan men deb shundoq eskartgan. Bu bir ikki qitim bo'lmadi. Bularni bu qitim shundoq qattiq uribdi. Men azaldan qizimni o'zimning oilasining balasi deb kelgan. Men balalarga chidamayman Xudo. Kichiklarning xatoligi uchun cho'nglar jazolanib ketmayli. Men sizdan tuvanchilik bilan kechirim so'rayman Xudo. Dada, biraz kelganmibdi? O'tirma qizim. Qaynotangiz ketdi-ku qizim. Dada, biroq qattiq gap qilmagansiz. Qaynopam menga bek yaxshi muomala qiladi. Tamoqingiz tayyor bo'ldimi? Qo'pma tamoq yeylik. Biz endi qachon ko'rishimiz? Hay, boshqalar ko'rib qoldi, men kirgitay. Ko'rib qolsin imkonim. Biz qachongacha shundoq mumkin o'ynab yuraveramiz. Tursun to'g'ri tushunsangiz-chu, xalqlar ko'ra qolsa yaxshi bo'lmaydi, o'yladim. Lekin Dildar, men raslam sizni yaxshi ko'rib qoldim. Amaliyotda hamma odamning baxtli turmush kechirish huquqi bor. Sizmi buning ichida? Sizning bundoq azobli turmush kechirganingizni ko'rsam, men chiday olmaydi ekanman. Mening davomli bunday o'tkim yo'q. Tursun, siz to'y qilib baxmagan. Mening uyim bor. Navot men hozir uningda ajrashib, siz bilan to'y qilsam, men rostla baxtli bo'laman. Lekin navot men uningda ajrashib, siz bilan to'y qilsam, siz men ikkinchi yerim bo'lsiz. Mayli, mening ulardan korim yo'q. Men qabul qila olsam-da bo'lmadimi? Men sizni bir-bir yaxshi ko'ra olsam-da bo'lmadimi? Lekin Tursun, mening vijdonim uni chidamaydi. Emis men nima qilsin deysiz? Tursun, men sizni yaxshi ko'raman. Lekin hamma xatolik menda. Munosibimiz bir şeyga aytamiz. Geldingizmi? Nima gapingiz o'tdi? Qudus. Biz qachongacha mushtaq yuraveramiz? Oldincha. Ya ayolingiz bilan ajrashib ketib, meni eling. Bo'lmay qolib qolsa, misha tugab ketsin ishimizning ishi.
ajrashib ketang. Bu siz o'ylagandek asan ish emas. Ma'qul. Sen nimchatığın nerede bolsan? Va quya ishim siqmagina bo'ldi. Men gap qilma dedim. Kim olsan, ne maşından vuruyor jüriyse? Va ishingni qilar. Bilemsen ben maşından eş buldukunu. Mashinani sotib olamanmi? Ma qonaltaqni ne chiqin la. Hoşuna geldi ama. Acaba ansırattan adamni yine ağırvatam da. Azırak. Boldi, ansırma. Doktordan sorap koydum doktorcu. Sana akımyan azırak silkinip gitipti deydi. Yaxşı aramasanlam, yaxşıp gitse. Rahmet sana. Nimge rahmet deyse, bana mı rahmet demse? Bundan ki meni bunda ansıratmayacağım. Canım, şirkette mühim xeydarım battı. Ben azırak soğutuş doğruluk paranışıp inip kelime. Ben saxlap duram sen. Keştili inip kelime. Bek mühim bitti. Bek mühim bitti. Eğer mühim bulmuşsa ben şirket barmaya da dur alamdım. Şunu taşlap koyup. Cimo, yaxşı aramalar. Tezli qaytip kelime. Hoş.
Seni qaysi so'zingdan kelding? Azmaydigan odam yo'q. Men butun yarim olak ishinib ketibdim. Meni kechirdim. Bana bıraktığın fırsat berişimni, meni kechirib o'tishimni umid qilib kelishim. Balamizning uchun qilib bo'lsinmi? Bana bıraktı. Fırsat bergan. Çoğuma saklap kaldı. Tanakı barayla. Əmsi balını yolamdı. Elbette. Maçır.